Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, assalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuhu. Aziz, muhterem qarindoshlar, ro'za yitinglar yana bir qatim qutlug' bo'lsin. Musulmonlarning bayramini bir qancha kundan beri beshimizdan o'tkazdik. G'amnak bo'lsaqmi, azobliq minutlarni boshdan kechirayotgan bo'lsaqmi, yana Uyg'ur milliy bayramimizga rang qatqan bu bütün dünyadaki Müslümanlar bilan birlikte ro'za yitni o'tkazgan bo'ldik. Bu aralıkta dünyadaki bir qancha cho'ng tashkilotlar o'zi tug'an yerlarda va boshqa davlatlarda aktiv bir şekilde xizmatlarni ilib bordi. İnşallah biz her zaman deganimizga o'xshash kim xizmat qiladi ekan, qaysi tashkilot xizmat qiladi ekan, qaysi rahbar xizmat qiladi ekan, biz uni maqtaymiz, uni ko'taramiz, uning yoniga olishimiz, uni desteklaymiz, uningga her taraftan maddi manevi taraftan yardımcı bo'lamiz. Ama sho'rvozlik qilganlar, faqatli gap qilganlar, amaliyat yo'q bo'lganlar, xizmat qilmay faqat quruq gap, quruq fitna bilan shug'ullanganlarni biz cho'kirimiz, ularni desteklemaymiz, ularga qarshi bo'lamiz. Her zaman adaletninki, haqqoniyatning ustida turib, biz o'z maydonimiz bilan millatimiz ichidan chiqqan mayli shaxs bo'lsin, mayli dernekler qurilgan bo'lsin, ularni her zaman desteklaydiganligimizni, yana ularni qo'llaydiganligimizni bildiramiz. Aziz qarindoshlar, bir qancha kundan beri nihoyat yaxshi xo'sh xabarlar kelyotidi. Masalan, Amerikada bo'layotgan yig'inlarninki ve Amerikadagi bir qism siyosiylar, hukumat xodimlari, parlament a'zolarininki so'zlari, Amerika hukumatininki Xitoyga qarshi yani bu savdo strategiyasida ilib berayotgan har xil Xitoyni tormozlaydigan, tizginlaydigan harakatlari bizni xo'sh qilyotidi. Shu xo'shlikda ketayotgan shu daqiqalarda bir qancha kundan beri bu Bag'uz masalasi yana o'ttirib chiqqan bo'ldi. Albatta bu tunigun bugunlam o'ttirib chiqqan bir masala emas. Faqat bir qancha oy ilgari ham shu yerda qarindoshlar bizlar bilan jiddiy aloqalashdi, bizlarga xat yozdi, paranglashdi. O'zining qiyin kun ekanligini, iqtisodiy jihatdan qiyinchilikqa uchganligini, yordamga ehtiyoji borligini bizga degan bo'ldi. Biz qo'limizdan kelishicha harakat bilan, bo'lib ma'naviy bir harakat bilan Amerikadagi bo'lsin, mayli boshqa davlatlardagi, Yaponiyadagi bo'lsin, qarindoshlar bilan ko'rishib, bularga qanday bir yordam qila olamiz degan masalasida ko'p izdandik. Ammo qo'limizdan ko'p ish kelmadi, chunki biz terishimiz, ba'zi ishni qila olamiz, ba'zi ishni qila olmaymiz. Cho'ng tashkilotlar mana shundoq, mayli rahbarlarimiz mana shundoq, faqat qo'ldan kelgan amallarni ishlatib boqdi. Allah xohlagan bo'lsa yordam qila olamiz, xohlamasa bizning qo'limizdan bir ish kelmaydi ekan. Shundaqmi biz tirishchanligimizni herkesmi to'xtatib qo'ymadik. Shu munosabat bilan tunugunlardan biri yana o'ttirda qaynayotgan bu xabarlarga xotim berish, to'g'rini o'ttirib chiqish uchun men yana bu ekranni ochdim va bugun bir e'lon chiqarib qo'ygan edim. Bu e'lonning hammalarning xabari bor. Shu Bag'uzdagi qarindoshlarimizninki Xitoyga o'tkazilib ketish masalasi ve Xitoyni qaytirib ekitish masalasi har xil shakllarda to'rlarda e'lon qilinayotidi. Buning to'g'risi qavu, xatosi qavu, biz kechidan uxlamay ve etigandan beri bir qancha yerlar bilan aloqalashib, ichi tishi bilan aloqalashib, biz buning to'g'ri bir tarafini uqdik, bildik ve qarindoshlarga buni yeyish orqali bu tor dünyasida bo'layotgan fitna fasad va yoki sho'rvozlik va yoki har xil xato bo'lgan hukmlarga radiya berib to'g'risini xalqqa anglatish uchun biz qarindoshlar bu ekranni ochdik. Men birinchi bo'lib Robiya xonimga telefon qilaman. Robiya xonimninki biz e'lon deganga o'xshash, men butun tashkilotlarning boshliqlariga telefon qilish orqali ularninki fikrini apaqaman aziz qarindoshlar. Men bu ismlarimni bir tayyor qilib olsam. Vaqtning aldirashchiligida aziz qarindoshlar, kechirsizlar. Shundaqdimi nurg'un qarindoshlar bu nemishqa bu programmani qilamiz debdi. Har qanday bir ishning maxfiy tarafi va
aşkarı tarafı var, medya tarafı var. Biz aşkarı tarafını mı sözlemesek, Ahmet Kılbitmez Katarlık Türkiye'de hareket kılıvatkan, məxsus piştin taqtıvatkan Uygurlar karşı medya hareket edip berivatkan kişilerin kulağa bu haberler düşse bizni medya tarafından veyran kılıdı, zehirleydi, halkka hata hukumlarını berdi. Onun için her vakit medya bizim kolumuzda bulaş gerek. Uygurlarning to'g'ri medyasi Uygurlarning qo'lida bo'lishi kerak. Biz buningdan xabar olsak, agar xato bir xabarga yo'l qilib qolsak, xatolikning ichida davom qilib qolamiz aziz qarindoshlar. Uning uchun biz to'g'ri medyani, to'g'ri xabarni jamiyatga yeyishimiz, xato xabarlarni jamiyatdan yo'q qilishimizga to'g'ri keldi. Ben bizim milli rəhbərimiz Rabia xanımğa birinci bo'lib telefon qilib bu bağız meselesinde qandaq bir fikir var. Onu sorayım. Herhalde telefon sözü çatkan buluşu mümkün. Assalamu alaikum. Rabia'da ben naq meydandan sizlarga telefon qilyapman. Sizinki WhatsApp toplarda taqatgan sözlerini aytgandan beri anglab turyapmiz. Bu bağız meselesi meylenin beşini ağırtıp degan bizni azaplayapti. Bunun nispeten sizlar bizning bir milliy rahbarimiz bo'lish sifatlari bilan mush bağız meselesida aşağıdaki ayol balalarımızga qandaq bir ega chiqimiz, qandaq bir hareket qo'llanamiz. Mush meselada sizning bir fikrlarini, takliflarini apaqaydayin birinchi bo'lib. Bu rahmat. Bu bizning beşimizde ağırtıp atmaydı. Beşimizde Allah kaçan cihatçılar, hicretçiler, muşlarını teşvik kılıp beşini kayduğallar. Muş 5-6 yıl, 10 yıldan beri bizning beşimizde ağırtıp kelgan. Biz bunu bugünkü günde halkımızın aşağıda behudu ölüp ketadiganligini, halkımızın ya İngiliz til bilmeydigan, ya bo'lmasa Arapça til bilmeydigan, ya til bilmeydigan 16-15 yaşlık seviyedeki Xitayning azap uqubatlari, qiynashları, Xitayning turmularga akirişi, öldürüşü, bardashlik beremeyotgan zulüm içinde nega berishni bilmey turayotgan xalqimiz qaymoqayotganda, xalqimizni qaymoqtirayotganlarga başlarına ağırsın. Baş ağırdıgan iş aşı şu. Ular bugünkü günde cevap veriş gerek. Muş ularni hicretga chaqirganlar. Ularni muşunda akıbat qilishga sebep bo'lganlar. Ularni Türkiye'de Türküm deb satqan adam fo'diganlari. Türkiye'de ularni açıkıp apırıp tutup berganlar. 10 minglagan qarindoshlarımızning aşağıda ölüp ketişiga sebepçi bo'lganlar. Bugün dünya halkı aldıda ve dünya aldıda cevap veriş gerek. Bugün cevap verdiğin vakit geldi. Bana hem de cevap veriş gerek. Lekin hazır bizim bunun vaktimiz yok. Cevap verişke ularni javobgarlik tatidga bor. Cevap tatmamdiki deb o'ylab qo'yganmisin. Buningga mukvaganlar, o'zini yuchirganlar, har birisidan ash necha 10 minglagan o'lgan qarindoshlarımızın qon qarzini javobini hem Xitoydan hem u jallodlardan, yolg'onchilardan biz olamiz. Lekin hazır onu talashqili vaqt yo'q deb hazır biz qanday qilishimiz kerak. Men xalqimga oldi bilan samimiy salom yo'llayman. Ondan keyin aşağıdaki bichora bizga talmir tuğan kızlarımızga farzandlarimizga garchi ular xatolik o'tkazgan bo'lsa-mu, ezib gapni anglamay ketib qolgan bo'lsa-mu, to'g'ri yo'lga yetaklasak bo'lmagan bo'lsa-mu, bugun uning savuqini oldi. Biz ularni qutuldirish majburiyatimiz var. Ba'zan tashkilotlar biz aralashmaymiz. Bunda ishlar aralashmaslik kerak. Ular xatolik va odamlar dedi. U gapni qilmang. Siz Uyg'urga ega chiqaman deb chiqqan ekansiz. Siz maydonga Uyg'urning tashkiloti deb chiqqan ekansiz. Siz Uyg'urning yaxshisiga ega bo'lib, bundaqiga ega bo'lmayman demaysiz. Bir ona, bir Uyg'urga ega bo'ladigan odam o'qimi ega chiqadi. Shuning uchun butun dunyodagi tashkilotlarni shuningga chaqirman, hammamiz ega chiqamiz. Oldi bilan har qaysimiz o'zimiz turayotgan davlat o'rinlariga, parlamentga tashqi ishlar ministri qutuldirib qilishga, bularga
fikrimizni qilishimiz kerak aşağıdaki teşkilatlar. İkincisi, o barlık teşkilatlar Türkiye elçixanasının aldıda, köçüde namayış yapıp Uygur halkını, aşağıdaki Uygur anı balalarını tutuldurup edinler dep namayış kılış gerek. Türkiye elçixanasını berip, Türkiye elçixanasının xuddi ötkende Amerika elçixanasının Şarkı Türkistan'ın müstakil kıpa dep aldığı sorgandek aşılarını kutuldurup kılışını talep kılış gerek. Çünkü bizde Türkiye'den başka kutuldurup kaladigan bir orun yok. Ularda pasport yok, kimlik yok. Fakat Türkiye alalayı bağırık ulanı. Şunun için Türk karındaşlarımızdan Türk hükümetinin ulanı taşıp etmeydiği işini ben bütün dünya Türk elçixanasından, Türk siyasi okullarından adam soraş gerek. Çünkü biz Amerika'dakilerini müşkilimiz. Amerika Taşkı İşler Ministeri, Kişilik Hukuk Teşkilatlar, Amerika Parlamenti, muşlarının hemisini aldık verip, hakiki ahvalını uqturup, bularını kaytırıp etmezdik, bularını kortlarına telefon verip, kortlar bilen alakılışıp, bularını kutulduruş hakkında Amerika'daki Uygur Amerika uyuşması ve Uygur'un Kişilik Hukuk Project, benim teşkilatım ve başka teşkilatlar hemisi bu yolda korkmay, dadıl kadem taşlap meniş gerek. Dördüncüsü, barlık teşkilatlar hemisi birbiri bilen liniye bağlap sen ne mi kıldın, ben ne mi kıldım de okuşturup aşağıdaki kort teşkilatları. Dünyanın hem yerdeki insanperver kortlar. Çünkü kortlarımı bizge okşaş izilgen, bizge okşaş azar yegen, nurgun kapılaklarını, sergendarlıklarını tattan millet. Ulanın içinde mi yakısı var, yamını var. Şuların içindeki hem insanlarını tepip yardımcı çakırış gerek. Ulanın kolu keltirip aşağıya alak liniye urdutuş gerek. Türkiye'nin üçüncü teşkilatlarını emi kılış gerek diye vaxtıda iktisadi cihetten neçi vaxtıdın Uygur'un kendini içip iktisat topluğallar endi pulunu çıkarıp oturdu mağdıqallarını mağdırıp Türkiye hükümetiga akımı hükümet verip hükümetinin muşu adamlarını kutuldurup kılışını kolga keltiriş gerek. Ve kən külemde neçi 10 bin kişilik Ankara'da, İstanbul'da namayış ettirip Türk halkının yistaşlıkıga bularını eriştiriş gerek. Menin yanan nurgun planlarım var. Men halkı deydiğim. Hazırca bizim halkımız teşvikat var, taktiş, muşa hareketlerini davamlaştırışını. Her bir Uygur aldı bilen özümüzden aldığımızdaki muş iş. İşkimin balı bile onunu kutulduramasa başka işten söz açsak olmaydı. Biz bunun özümüzden lagırını taktalarıydıqallığımızdı. Şarkı Türkistan'ın müstakil kılalaydıqallığımızdı. İspatlayımız deydikemiz mana muş aldığımızdaki cenge atılışımız gerek. Şunu ben bütün dünyadaki kırındaşlarımını muşu Ramazan'da yıklap yedip atkan aşı Suriye'de nalı kıvatkan anılar için anılarının avaz veren. Aşağıda küçük karnı atkan, tepili atkan balalar için balalarının avazı veren çakır kılımen ornuların desturunlar. Bu bosmu bizim Xitay'ı qaratkan hücumumuz. Bu bosmu Xitay'ın üstüdün eptirip atkan zoravallığı dünyayı cakalaydıgan avazımız. Ne için? Bularını biz Xitay bilen tanışıvatımız. Xitay bir yer apırıp kandak balalarımızı parçalap öldürüp kandak kıldığını bütün dünya biliyor. Şunun için bizim bu avazımızda dünya doğru düşün. Biz dünyaya halkımızın nadallık tüpeyli neçe onun adamının ölgenliğini küçük balalar bilen analarda hiç kandak gumanın yok bildirişimiz gerek. Biz hazır cevapkarlardan soru kıldıgan, cevap aldığı vaktimiz emas. Tarihçilik o. Hemmisi cevap alımız. Şuna. Sizler bu doğrusu teşkilat başlıkları bilen inik bir konkret bir şekilde paranlaşmakla mı? Yani paranlaştım. Sitim Türk bilen paranlaştım ve başka teşkilatlardan Ekber acil telefon kılıp dedim ve yanı başka teşkilatların başlıkları bilen sözleştim. Amerika'daki teşkilatların başlıkları bilen sözleştim. Hazır üzemkine ula ihtiyaç kıldı Allah'ımı buluş mümkün ben mehdi tutay. Sitim Türk özününki ötken bir neçe günün aldıda Ekber acil ve bir neçe adamını ilip Taşkı İşler Ministri, İçki İşler Ministri ve hatta Recep Tayyip Erdoğan'ın yardımcılarıca barlık organlarına muşlar hakkında yol mangallığını ulardan tek cevap çıkmagallığını, yanı meňevatganlığını, yanı maňydyganlığını, ümme hareket kılıvatganlığını etti ve başka teşkilatlarını kaytadan hareket ötüdüganlığını devatıdı. Her kandak teşkilatlar bilen endi yeni planını tüzüp, Hudaýym bursa alakılışıp bu hareket mizanımızını
yol koyumuz. Lekin benim şu çarkırkım hareket mizan. Her kanda devletki teşkilat öz orundan ders durup hareketke ötüş gerek. Özünün alaydığı bilen plan tüzüp ne kılış gerek? Namayişini kaçan kılış gerek? Hükümet kanda Murat hükümet ruhsat edip benim ahvalını düşendiriş gerek. Kişilik hukuk teşkilatlarını kanda kozgaş gerek. Hatta çirkov miçlerini kozgaş gerek. Şunun bütün dünya halkı hareketke ötüş gerek. Dep karayman. Allah razı olsun. Yani Amerika'da kandak bir Amerika'dan kileyle çünkü hazır emmeyle körep duruvatımız Amerika nahayet ciddi tedbir kollanıvatıdı Xitay zulmüne karşı yoki ticari işgaliyetiga karşı. Xitay imperializmi karşı Amerika birinci olup oturup çıkıvatıdı. Amerika'da nemiş başlıklı Amerika'da nemiş kıpırlı yani bu bağız meselesi. Amerika Taşkı İşler Ministerliği'ne biz kahar barat bilen aşağıdaki ahvala hepsini deklaratif bir olduk. Biz aşılarını kutuldurup konuş hakkında biz ulardan talep sorduk. Ular peki biz cevap çıkmadı. Biz hem de ciddi vaziyet vaxtında biz talep kıvatqa vaxtımızda Xitayga açık etdi degan ciddi vaziyet yoktu. Ularning bana özünün yazgan xeti. Zar yığlap Ramazan içinde her günü bana kaldırgan nalisi tüpeyli biz kahar barak işkimiz mangan Amerika'da. Lekin hazır bugün vaziyet bunda ciddi bolgan eken mana bugün hazır görüşüş üçün terimiz elvatımız aşu Taşkı İşler Ministeri'ge Kongresinin içindeki bexatarlik idarlarga ve kişilik hukuk teşkilatlarga özümüzün Amerika'da turvatkan her xil teşkilatlar bilen hemkarlaşıp, məsləhətləşib bu işini emde başlayımız. Nəhayət çoğun etib başlayımız. Amerika'nın bu cevabını anlayımız. Lekin menin aydıqım bütün dünyadaki aşağıdaki kurallar, teşkilatlar özü turvatkan yerdeki Amerika elçixanasıga kutuldurup keliş hakkında tutmaz sunuş gerek, mektup sunuş gerek. Yalnız bir yerde bizim avazımız yalnız bolup kalmaslık için, bizim avazımızı küçültüşümüz için her özü turvatkan devletki teşkilat aşılarının ahvalını toluk yazıp ulanın kurban boğucu, bedek gülügücü, bir günah biçarlar, azgan biçarlar, şunun için muşlarını kutuldurup bersinler de her devlet teşkilatları Amerika elçixanasına mektup sunuş gerek. Bu hem de bu şu anda Amerika Taşkı İşler Ministeri'ni ve Amerika hükümetini biz ciddi hareket eklerleyiz. Yani Amerika'da emas başka devletlerninki Amerika konsulxanalarına ciddi xat yazıp ulağın bir teklif sunuş gerek demekçisiler doğru. Yani bu müracaat kılış gerek. Muşlarını kutuldurup verse Amerika'da. Aş elçixanlarga bargan xat Ustu Taşkı İşler Ministeri'ne barıdı. Bizden bir yerdeki avazımız bilen o avaz birleşse texim küçaytıdı. Şunun biz emdi deymiz, devatimiz emdi bunun cevabını biz sizlere yakında verimiz. Allah razı olsun. Bu hem işinki siyasi tarafı, ictimai tarafta abaysılı biraz bütün dünyadaki teşkilat ya bütün dünyadaki Uygur, Şarkı Türkistanlıklarga bir müracaat ilan kılgan bollar. Yani ictimai taraftan qanday küçüşümüz lazım bu aşağıdaki qarindaşlarımız için. Yani qandaq bir faaliyetlerini ilip birişimiz lazım. Bunu kiçikkin konkretroq dep bersin. Kızıl Kriz Cemiyeti deydiğen cemiyet var. Kızıl Kriz Cemiyeti'ne. Biz hem de bayatın diyen unutup kaptım. Ben yakında kahar barat bilen biri Kanada Adliye Ministerliği bilen muş mesele üstüde sözleştim. Muşların ekip beriş doğrulukçu. Lekin bununla tek cevap çıkmadı. Bunun koyup koyayım. Hem ictimai cihetten siz hazır sordunuz. Bu teşkillenip yana qayaga barıdı bu gepiniz sizin ictimai cihetten qanday fikriniz var degan gepinizni siz uçuqlaştırıp qaysi nuqtadan so'raysiz? Mesela ictimai teşkilatlar bilen yani ictimai degeni şu bütün dünyadaki Uygur teşkilatları şu yerlik ictimai teşkilatlar bilen qanday munosabat qilish ve qanday bir yerlik xalq bilen yani şu devletdeki Uygurlar bilen qandaq bir yuqorida deb üst ketdim go. Yuqorida deb üst oldum. Biraz konkretroq deb berse demekçi. Çünkü mesela aşağıdaki yerlik teşkilatlar ittifaqlaşansa derhal ittifaqlaşıp birlikte hareket etsin bir grup məxsus Suriye'deki onun balalarını kutulduruş grupsida aşı teşkilatlar her bir teşkilatın vekil çıkarıp məxsus muşunun bağladığan bir grup təsis qilish gerek. Hem teşkilatlar özünün teşkilatıdan birden adam çıkarıp namayış teşkillaydıgan, elçihallar xat yazıdıgan, teşkilatlarını söyleydigan bir grup teşkillaş gerek. Hem de DAEŞ terörist
degan gaplarni qilgan vaqtida ularmuş ona balalarninki obal bo'lganligini tushuntirish guruhini ta'sis qilish kerak ham mush yo'lni mang'an. Agar ittifoqlashib bunda bir-biridan odam chiqarib zodim men cho'ngdim, men g'oditim deb hozirmi unutmasa mush xalq mushlar vaqtida har qanday tashkilot o'z oldiga e'lon chiqarib namoyish uyushtirish kerak. Aş Amerika elçixanasıga şu tashkilotlar o'zi mas'ul bo'lib xat yozish kerak. Bo'lsa ittifoqlashib birlikda har bir tashkilot o'zidan adam chiqarib ko'rib qurgani yaxshi. Namoyish etirish kerak bayatin dedim. Xat yozish kerak Amerika elçixanasıga. Onundan keyin musulmon tashkilotlarini qo'zg'ash kerak. Musulmon tashkilotlari mashinaga chiqadi. Kishilik huquq tashkilotlarini qo'zg'ash kerak. Turkiyada turayotganlar xalqni qo'zg'ash kerak. Saylamning oldidagi vaqt gazı obdan payti. Anki bununla endi iqtisod desila hozir nima qiladigan bo'pti desa, shu Uyg'urlarni qo'ydigan qo'ymichilarni o'tirg'i chiqyapti. Men bu iqtisod to'g'riliq gap qilmayman. Mayaqda nimani qutuldirimiz deb berib Malayziyadagini nima voqealar bo'lganligini men shu ijtimoiy masala kelganda iqtisod to'g'riliq men so'z ochmayman. Hamma odam o'zining madorini yetishga pul to'play olsa, pul berdi Alloh o'z ixtiyori bilan bo'lsin, qila olsin. Bu yerda u masala yo'q. O'rnida qo'zg'alsin. Shu faoliyatni qilish uchun pul kessa, puldorlar ashuni qarab qilmay, yordam qilsin har yer turayotgan tashkilotlarga. Men deb bo'ldim bayatin hammani. Yana desam shu gapni deyman. Tashkillansin, tashkillanib namoyish ochsin, xat yozsin. Yana bu hozir qilaolmaydigan, bizning qilaolmaydigan ishimiz shu. Uningdan boshqa qilolmaydigan ishga otlanmaymiz. Birinchi qaror mani qilsin. Mushuning natijasi bo'lmagan vaqtda men ikkinchi qarorni qildigan ishni men yana e'lon qilaman. Bo'ladi. Allah razı olsun. Yani Amerika başçılıqda bunaqa bir ciddi kuchab qolib qolsa inshaalloh xalqimiz uchun memnun bo'lib, xursand bo'lamiz. Undan boshqasilar o'tganda Yaponiyaga borganda shu yerdagi bir cho'ng tashkilotninki raisligiga ko'rsatildi. Masalan, Yaponiya bilan bu to'g'risida bir aloqa qilammi? Ya'ni ular bilan bir mush masalada tanishim. Men mushluqimda 19-числа Gollandiyaga o'taman. Onundan keyin Janvarga boraman. Men Janvarga nurg'un kishilik huquq tashkilotlari va siyosatchilar keldikan men bu yerda mush masalani ko'tarib chiqaman. Onundan keyin Yaponiyaga boraman. Men 26-27-числа Yaponiyada bo'laman. Yaponiyada mush 20 davlat yig'inida Uyg'urlarninki hozirgi vaziyatidan bayonot berib, o'zim mush haqda bir masalalarni ko'tarib chiqish uchun ketyapman. Shu jarayonda men Yaponiyadammi bularga yordam so'rayman, Janvadimmi yordam so'rayman va o'zim berayotgan, qatnashayotgan yig'indagi barliq siyosatchilar oldida buni ochiqlab yordam so'rayman. Bunimda men degandan beri bir qancha shaxslar bilan paranglashdim bu masalada. Hatta şu yerning o'zida qurol tutib ayni vaqtida shu Daeshga qarshi urush qilayotganlar bilan paranglashib baqdim. Xitoyninki bu Uyg'urlarni u yerdan olib ketilishi mumkin emas. Shunga bu u yerga Xitoy bir aeroplan uvatib u yerga tushadigan undaq imkoniyatim yo'q. Bu mumkin emas, bu yolg'on xabar deb bizga ochiqladi. Shuning uchun ba'zi Facebook, WhatsApplarda bu xabar rostken, yolg'onken degan tarafi bu. Yolg'oni Xitoyninki u yerga aeroplan uvatilmaydiganligi. Chunki u yer Amerika va shu yerga kirgan davlatlarninki qo'l ostidagiga. Herkesmi Xitoy bir aeroplanni u yerning har qanday bir havo bazasiga tushirolmaydi. Ama rast bo'lgani Xitoyninki buni talab qilayotganligi va shu yerdagi YPG yoki shu nimani bizning bolalarimizni qo'rshavga ilib olganlar, shu maliga band qilganlarninki shu pul uchun yoki ma'lum bir siyosiy maqsad uchun so'g'dilishayotganligini aytdi. Sizningcha Xitoyga qaytarilib ketish ehtimoli bormi? Biz bu 80%. 80% rast bo'lgan. Hatta 90% rast bo'lishi mumkin. Xitoyning ular bilan suhbat o'tkazayotganligi, bularning ismini tizimlab, hozir men bugun anglagan xabarimda, hatta shu yerda turayotgan Kurdning bir insonning bizga berayotgan uchurida, shuning bilan aloqalashgan bir bolamizning bergan uchurida 400 Uyg'urning tizimligini turg'izib qo'yganligini angladik. Şu uçuk Xitoyga akitishga tegishli deb tizimlab qo'yganini. Buni aeroplanda hozir dunyo taraqqiyot ketdi.
onu bir kültürlük ayrıklan düşemeydi, kılamaydı diyen gap. Belki Amerika'nın ki teritorisi, Amerika'nın ruhsuz kirenmeydi dese bu gap ekip kılış mümkün. Bu gaplar meyli Xitayning bu gapning yolg'on tarifi azroq bo'lsin, mayli bo'lmasin, ular hozir o'limning girdobida. Xitoy basimi o'lidi, uyadin o'lidi. Zodi bizning qutuldirish majburiyatimiz yo'qmi? Ash Xitoyda ketadigan degan bir davron o'z qutuldirib, bo'lmasa uni qutuldiramamdiq. Uning Xitoyga aktivligini 80% az. Xitoy hozir buni aktish uchun bor kuchi bilan tirishchilik ko'rsatyapti. Shuning uchun men buni yolg'on xabar deb qaramayman. Bu yolg'on bu qolgandimi bularning hayot mamatining xatar ostida ekanligini bilman. Bu shu qitimqi do'lqin ularning ko'z yishining pori bilan chiqqan dunyo. Kichik bolalarning nolisi bilan chiqqan dunyo. Qat'iy qutuldirish harakatini bu shu qitim boshlashimiz kerak. Mayli yolg'on degan xabar chiqsin, mayli rost degan xabar chiqsin, bu harakat boshlanishi kerak. Biz oldimizdagi 2000 odamni, Taylanddagi 70 odamni qutuldiramizsak, vatanni qutuldurimiz, hozir mustaqil qilamiz degandan so'z etishni izohlasak bo'ladi. Shunday. Biz Sharqiy Turkistonni cho'qim mustaqil qilamiz. Sharqiy Turkiston mustaqil bo'lmaguncha Uyg'ur hayot qolmaydi. Uyg'ur Xitoyning qo'lida o'lib tugaydi. Lekin bu mustaqillikka yetish uchun biz xalqimizni yo'lda xalqimizga bo'lgan muhabbatimiz, haqqoniyatimizni joriy qildirishimiz kerak. Haqiqiy badal to'lashimiz kerak. Haqiqiy safarbarlikka o'tishimiz kerak. Oldimizdagi ko'zimiz yumib, shaklvozlik qilmasligimiz kerak. Shunday. U oldimizdagi shu bir qancha ming ayol bolalarimizni qutqizolmagan bu muhojirlar qo'shuni yoki tashkilotchilar, siyosiylar biz Sharq Turkistonni mustaqil qilamiz deyishimiz mutoz to'g'ri. Muhojirlar degan gapni bilmayman, men arabcha bilmayman, uyg'urcha so'zlama bola. Bu chet eldagi Sharq Turkistonlik qarindoshlar. Xo'sh, undaqda men yana bir savolimni so'ray sizdan. Bular endi ma'qul Xitoy uchib ketish uchun shunday harakat qilayotgan jiddiy bir paytda men sizlarning bu so'zlarga tamoman qo'shilaman. Qanday desizlar? Xitoy normal odamni uchib ketamiz deb da'vo qilyapmamdi necha yildan beri. Shunday albatta. Normal odamlarni. Masalan, nimada ko'z oldimizda qaratib turib uchib ketdi, Vyetnamda, Kambodjada, Taylandda, hamma yerni uchib ketayotgan Xitoy nima deb o Suriyadagi odamni uchib ketmaydi degani u yolg'on gap. To'g'ri. To'g'ri. Biz endi uning uchib ketmasligi uchun bu atrofdagi davlatlar bilan Amerika boshchiligida va Turkiya bular bilan bir qanday qilamiz, bular Turkiyaga bir signal bishorat bersa deyman. Turkiya biz uchun nima ish qilib bersa biz qarindoshligimizni shu yerda sezimiz. Bunga bir endi Turkiya hukumati hozirgacha Uyg'urlarga yordam qilib keldi. Nurg'un Uyg'urlarni oldi. Lekin Turkiya xalqi va Turkiya uchun bizning fidokor nurg'un Uyg'urlarimiz chegaradan chiqib, boshqa taraflarda turib vafot bo'ldi. Badal to'ldi, qon to'kdi. Uning bolalari hozir ham Daesh'dagilarningki qo'ldan qashqallar, ham bularning farzandlari, o'lgan shehidlarning farzandlari hammasi ashad asirga tushdi. Bu yolg'izlar Daesh'dan kelganlar emas, har yerdan asirga tushganlar bor. Shuning uchun Turkiya hukumati o'zining qon qarindishini tashlab etmaydi deb o'ylayman. Turk hukumati chegarani ichib, ashlar bilan suhbat o'tkazib, chiroyli tinch bilan bu 2000 odamni topshirib olishini umid qilaman. Yana Turkiya hukumatidan talab qiladiganim, hozirgacha Turkiya hukumati kelgan barliq arablarning hammasiga pasport berdi. Uyg'urlarga uzun muddatli iqomat beramiz dedi. Uyg'urlarga beriladigan uzun muddatli iqomatnoma oldi berildi 20 teksarganda o. Uyg'urlar ishsizlik, divanachilik, zerikish, har jihatdan azob oqibat tatish ishida turibdi. Uyg'urlar azaldan aqlliq, tirishchan, tijoratchi, bir qitimmi jim turmaydigan ishlab, guldek hayot ko'chirgan Uyg'ur mening qarindoshlarim, mening Sharqiy Turkistonlarim haqdab xalqqa qo'l tanlaydigan holatga kelib qoldi. Uyg'urlarni shu holatga tushirdik. Shuning uchun buni Xitoy tajovuzchilari tushadi. Biz Turkiyadan shuni talab qilamizki, men Turkiyadan shuni talab qilamanki, Turkiyada turayotgan barliq qo'llig'ichilardan va Turkiyada turayotgan Uyg'urga egi chiqdik degan tashkilotlardan Turkiya hukumatining oldiga berib,
Uyg'urlar pasport berishni talab qilish kerak. Barliq Uyg'urlar pasportlik bo'lish kerak. Uyg'urga nimishqa iqomat beradi? Pasport berish kerak Uyg'urlarga. U zamin birinchi Uyg'ur xalqining zimini. Uyg'ur xalqi Türk. Agar ular o'zi mening Türk qarindishim desa, buni berish kerak. Ham Turkiya hukumati bu qitim cho'qim o'z qarindishiga, o'z xalqiga, o'z fuqarosiga ega chiqdim deb akilish kerak. Bu Türkiye için etki vaqtida intayin çok sınav. Biz bunu bütün Türk halkıga xabar qilishimiz kerak. Albatta. Rahmat, hozir bir qarindishimiz naq maydonda inkoslarni hammaylarni yozadi. Bir qarindishimiz bir savol so'rabdi. Bu Daesh xalqaro tarafdan terrorchi deb e'lon qilinayotgan shu zamonda ularninki masalan abaychilar konsulga xat yozish, davlat o'rinlari bilan paranglashish degandek masalada oqlash masalasida hamda buni nima deb ifodalayman bilolmay qoldim. Nima deb yozsak bo'ladi? Masalan Biz ularni oqlamaymiz. Biz ularni oqlamaymiz. Yazıdığımız ben şunda devam etme. Ular azgan, setilgan xalqning qo'lida, aldangan, beshi juyilgan, haqiqatni uqqanda kechib kelishga ulgurmagan. Haqni haq yozimiz. Biz ularni oppoq odam demaymiz. Bularni to'g'ri yo'lda yetaklash, uning farzandlarini qutuldirish, dunyoning insonparvarlik, insoniyat qonuniga tushadi bu. Shundoq. Ya'ni bu yerda savolimninki oxiri bo'ldi. Ya'ni hozir silmi bir ayol kishi bizning hozir milliy rahbarimiz onamiz u yerdimi asosan shu 99% ayollar va bolalar ekan. Mush masalada dunyo Uyg'ur ayollar birligi var masalan. Mush ayollarga nisbatan mayli o tashkilotlar emas, mushu Istanbuldagi ayollar bo'lsin, mayli dunyo bütün Uyg'ur ayollarga nisbatan va bolalarga nisbatan qandaq bir faoliyat tashkillasak yaxshi bo'ldi. Buning bir ko'rsatma berib qo'ysin. Analar Dünya Uygur Ayallar Birliği var. Ve min analar var. Analar Birliği var. Amerika'da bu şu Uygur Ayallar, Dünya Uygur Ayallar Birliği min analar her xil analar teşkillenip muş yetim yesirlerge pullarını jığıp evetip kılıvatkan ilgar analar var. Yaş kız analarımız var. Yaşlar var. Şunçilik fidakar yaş analar var. Barlık dünyadaki yaş analar, yaş kızlar, yaşlar çıkıp çoğun anılarını yetekler, hem anılarını hem farzandlarını kutulduruşka teşkilleniş gerek, teşkilleş gerek. Şuna yalgızlan Dünya Uygur Ayallar Birliğiyle emez, bütün dünyadaki anılar namayişini ayrım açık. Anılar sadasını dünya anlatıp, mesela bizden Gülçehre kızımız, dünya ayallar kurultayıga qatnaşdı. Mana mushunda dunyoviy ayallar munosibati borlar, bütün dünyadagi ayal tashkilotlarga onalar xat yozib, ularni qo'zg'ash kerak. Onalarning o'xshashlar bizning o'rtaq ettirayotgan faoliyatimizni o'z oldiga, kichik bolalarini oldiga ilib, onalar ko'z yoshi, onalar sadosida dunyo bo'yicha harakat qo'zg'ash kerak. Uni biz ayrım ularga düşürümüz, planlarını tüzüp düşürüp birimiz. Bu nait tuyuksuz soraldı. Biz ben kahar baratından akşam niyafı nemi kılıç doğruluk plan yazvatımız, tek planlarımız tümünde kandak kılıç hakkında hem bir yere yol yoru, uqturuş. Biz düşürümüz hem sizlerge kayta izahatlarımız. Yana sual koyduğun karındaşlarım olsa koysun. Bu Daesh degen gapga yana bir kıtım izahat vermen. Bir millet yaxşı balısını, bir ana yaxşı balısını balam dep yaman balısını, katil balısını, zehirli çekilgan balısını, yoki neç çekilgan balısını taşır etmeyin. Onu kutuldurup bağırıp alıdı. Bir millet yani aşındak buludu. Aşındak boğanda millet buludu, aşındak boğanda o işiç buludu, aşındak boğanda vatanını kutulduralaydı. Aşındak boğanda müstakil bulalaydı. Şunun için dünya bizde terörist, biz terörist olup ketmeyimiz. Daesh biz Daesh olup ketmeyimiz. Biz ezelden Daesh'ka terörist, ezelden karşı bir tinchlikparvar millet biz. Bizni muşu koyga, muşu künge, muşunam koyuvatkan Xitay teröristlerini muşu halet bizde muşunda kıgalık için biz teröristin en
çoğun çomakçısı Xitay teröristlerini dünya taşkılışımız gerek. Muşu bizim halkımızda muş halde düşergenliğini biz az kılanda ketimizge ilikli bilgisişimiz gerek. Shundoq. Allah razı bo'lsin. Bu inkas yozayotganlar intayin ko'p. Men hammasini o'qib olmay qoldim. İnkas yazıp mening gapimdan norozi bo'lib, xafa bo'lib, savol qo'ysa desiniz men javob bersem bo'ladi. Bo'ladi, men mana savollarga bir qator qarab chiqay. U orliqcha sizlar mush xalqimizga nisbatan o'zlarining oxirgi so'zlarini o'tirib qo'ygach tursizlar, men shuning bilan sizlar agar men savol bo'lib qolsizlar. Men xalqimga deydigan gapim, xalqim qat'iy ümidsizlanmanglar. Birinchi, bütün dünya bizga ega chiqyapti. Ikkinchi, bütün axborotchilar biz uchun qo'zg'alyapti. Uchinchi, eng avval Amerika hukumati Uyg'ur masalasini o'zi qo'liga ilib, biz oxirgi qivatimiz Amerika oldimizga kelib chiqyapti. Masalan, Amerika Tashqi ishlar ministrining yozgan dosyasi reportini ko'rib beqinglar. Bizning tashkilotlarnikidan kuchli. Biz uchun reportlarni e'lon qilib, Xitoyga Uyg'urlarni lagerini taqtish, Uyg'urlarning erkinligini berish haqida o'rindan dasturlayapti. Dünya bizga ega chiqyapti. Amerikadagi nurg'un cho'ng bir tashkilotlarning va tadqiqotchilarning vakillari Uyg'urlar mustaqil bo'lmaguncha Uyg'ur xalqi erkinlikka erisholmaydi degan maqolalarni e'lon qilib, Amerikaliklardan, chet elliklardan bizning mustaqil bo'lishimizni qo'llaydigan iqim dunyoga kelyapti. Qarindoshlar, biz ümidsizlanmaylik. Shunga Amerikaninki bu qitim Xitoy bilan bo'lgan munosabatida Uyg'ur xalqini qirib etishga yo'l qo'ymaydiganligini hammanglar bilasizlar, ham ishoninglar. Lekin Amerika bunda dedi deb biz bahut va sukutda o'tirib qolsak bo'lmaydi. Bu nima deganda dunyoda ep berilgan xalq harakatining natijasi. Bütün Uyg'ur yoshlari qo'zg'alib, dunyoning hamma yerda xalq harakati ep berib, 2 tal 4 tal odamning og'ziga qarab qolmay, dunyo bo'yicha Uyg'ur xalqi qo'zg'alib, axborotchilarni qo'zg'ab, uningdek shu lagerda yetib chiqqan Gulbahordek, Mehrguldek, Ömer Beydek guvohchilarning ham Qozog'istondagi Serikbekmi degan bolamizdek ashu nurg'un guvohchilarning maydonga chiqishi va xalqimizning dodil harakati va tashviqoti o'zinglar qilayotgan harakatning natijasi mana bugun Amerikani haqiqiy bu shu ahvolning shunday bo'lganligini qo'zg'adi. O'zinglar anglagan Amerika hukumati qonun ma'qullash az qoldi, girviga kelib qoldi. Qonun ma'qullanib ketsa, Tashqi ishlar ministrligida, Oqsaroyda biz uchun maxsus ofislar ochiladi. Biz uchun ishxona ochilib, bizga vakil bo'limlar ta'sis qilinadi. Biz Amerikaning siyosiy tartibiga kiramiz. Necha vaqtdan biz kun tartibiga kiramiz. Endi siyosiy tartibiga kirgandan keyin Amerika o'zining qonuni bo'yicha o'z qonunida o'zining xalqini qo'g'dagandek bizni qo'daydi. Ham biz uchun chapan silib chiqdi. Shuningga bunda xo'sh xabarlar oldimizda turdi. Mushu xo'sh xabarlarni oldimizda turdi deb xalqimizning qini iqvasa qarab tursak, biz chetalik, biz yig'lamagicha, ona yig'lamagicha, bola yig'lamagicha ona amchak sanmaydi. Biz yig'lamagicha mush 2000 odamga ketib bordi, ya'ni mening og'zim lagerdagilarning mayli bu 2000 odamning, mayli Taylanddagilarning bo'lsin, biz yig'lamagicha boshqalar ondan qo'pmaydi. Xuddi necha vaqtidan qonda qo'zg'ab dunyoni harakat keltirgan bo'lsanglar, 2000 ona uchun shunday harakat keltiringlar. Men diniy savodim yo'q. Men bir hikoya angladim. Tarixda bizning bir ayolni dushmanlar asirga etqapti ekan, asirga tushiribdi ekan, bir ayolni. Bizning shu burungi payg'ambarlarimizning tarixida bir ayol asirga tushib ekan, shu bir ayol uchun 2000 askar evatib, ya 2000 askar ashadi o'libkan, ya bo'lmasa ash bir onani qutqoz deb, ash bir onaning murojatiga 4000 askar evatgan deb angladim. Mana agar biz haqiqiy iymonimiz bo'lsa, u yerda 2000 ona va bola yetibdi. Xo'sh. Bo'ladi, rahmat sizga. Men bu programmada shu mayli Seytum Türk efendim bo'lsin, Ali Akbar Damollajim bo'lsin, bir qancha kishilarga
sizden keyin telefon qilmoqchiman agar qaytilsizlar. Agar bo'lmasa mishada programmani oyoqlashtirma. Gaplar tugagan. Ular ayrım kısınız buludu. Benimki üzemlik üzem olsun. Ben mağrip cemiyetimi, olmalar cemiyetimi, şunu tavsiye kılıma, ittifaklaşıp ortak grup kurup, bulan kutulduruş için hareket kısın. Durumdan tatip şu dahiş kitap atkallarını ketmenlerde hemimizin yaxşı teşvik kılan həssilleri var. Şunun için bulağımı pek anketim şu. Mağlamsa, rahmet. Boladı rahmet sizlarga, Allah razı olsun. Az muhterem qarindoshlar, Uyg'ur qarindoshlik studiyasi tarafidan bütün tashkilot boshliqlariga, siyosiy rahbarlarga, ziyolilarga, ulamolarga telefon qilib bu oldimizda yuz bergan krizisni, bu qiyinchilikni qandoq qutulish degan masalada programmaning beshida Robiya xonim bilan paranglashgan bo'ldik. Milliy rahbarimiz Robiya xonim o'zining fikrini, takliflarini o'tirib qo'ydi. Hayır, Rabiye, sesi WhatsApp. İnşallah men bu programmani hozir mishada oyoqlashtirma, undan keyin darhol yana programmani Seyit Tumturk efendim, Dolqun İsa efendim, Ömer Qanat efendim, undan başqa bu Sharq Turkiston Ulamolar birligi rahbarlari va undan başqa ayni vaqtda shu Suriyaga kirib jang qilgan kishilar va undan başqa bu programma qatnashib o'zininki fikr takliflarini bermoqchi bo'lgan qarindoshlar bilan birlikda bu programmani davom qilamiz qarindoshlar. Yani bu yerda ba'zi qarindoshlar yozibdi, bu oshkor qilmasak bu deb Xitoy şu Tayland turmustik qarindoshlar bo'lsin, Vietnam, Kamboja bo'lsin, Suriya bo'lsin, Iroq bo'lsin, hamma yerda Xitoy o'zining jasurlarini kirgizib, Uyg'urlar bilan ko'rishtirgulik, Tayland turmustik qarindoshlarning so'roq qiliqliq, masalan, Xitoyning qo'li hamma yerda nimaning nimish bo'layotganligini Xitoy jasuslari bilib turibdi. Biz bu yerda maqsad ikran orqali ularga bildirish emas, balki nimish qila olamiz, buning oshkora tarafini, media tarafini sizlarga ko'rsatyapmiz aziz qarindoshlar. Buning maxfiy tarafi zot yig'inlar ichilyapti. Bu yerda rahbarlar so'zlaydi oshkora tarafini, ammo maxfiy tarafi va Robiya xonimning maxfiy ko'rishayotgan taraflari bor. Mayli Seyit Tumturk efendim, mayli Hidoyatulloh bo'lsin, mayli mushu sohada xizmat qilayotgan Turkiston Ulamolar birligining rahbarlari, raislari bo'lsin. Hammalarning maxfiy ilib berayotgan ishlari bor. Uni biz bilmaymiz. Bilsakmi bu ekranda hargizmi demaymiz aziz qarindoshlar. Hem bu xabarning rost yolg'onmi biz buni bilamiz. Bilimiz, o'zinglar turiblar bu xabar rosti yolg'onti deb bazani qaynatmasliklarini umid qilamiz, chunki biz bu yerda chiqiblar Uyg'ur qarindoshlik studiyasi aziz qarindoshlar Gollandiyada qonunliq angilingan qonunliq ilmiy paketlarga asosan ish qiladigan, media ilib boradigan, tashviqot ilib boradigan bir organ. Adigini yüzümüzni juyutib chiqiblar, bo'ldi. Yüzümüzni juyutdik, acha ekranni, kamerani to'g'rila, anida deblam so'zlab ketadigan yer emas. Necha soatdan beri, tungilardan beri nurg'un qarindoshlarningki aloqalashdik, hatto ichidagi, teshidagi hammalar bilan aloqalashib bu xabar rasmi yolg'on mamnun bildik aziz qarindoshlar. Bilganlik uchun buni bir o'tirg'a ekronga chiqyapmiz. Agar buni ekronga chiqmasak nima ish bo'ladi desak, chiqmasak boshqalar xabar taqitib qanday qiladi? Bizni o'ynaydi. Bugun media tashviqot kimning qo'lida bo'lsa, dunyoni shu o'ynaydi aziz qarindoshlar. Chunki insonlar media orqali qanday bo'ladi? Boshqariladi, mediaga ko'ngil bo'ladi. Tashviqot orqali insonlar o'ylaydi, tafakkur qiladi. Tashviqot boshqalarning qo'liga o'tgan kunisi biz boshqalarning qo'liga tushib ketamiz aziz qarindoshlar. Uning uchun o'zimizning tashviqoti mushu va boshqa fikrlarimiz bor. Menga o'xshash xizmat qilayotgan. Biz shularga ishonmay, Ahmed Qilbitmas qatorliq bir turkum nakes sharaf bu insonlar bu hit arpısında ağzımızı buzmaylı. Bu insanlar toxtumay Uygurlarga qarşı. Mesela bu
kommunist jallatlarninki tajovuzchilarning shirki bo'lgan bu Doğu Perinçek degan inson davomliq Turkiya medyasida, dunyo medyasida Türk xalqida xato tashviqotlarni taqib bu Çin kampları faqat tarbiyalash markazi u yerda hunar o'rgatadi, aqlli ko'p qiladi deb tashviqot orqali turklarni voy bu ishlar rostmi degandek, hatto biz Sharq Turkistondagi masalalarni, qiyinchiliklarni desak, bunda ishim bo'lam dunyoda degandek, Amerikachilarni o'yintibyotdi degandek, shundoq bizga to'g'ri kelmaydigan, biz qabul qilolmaydigan xabarlarning o'tirg'i chiqishi naq tashviqotniki bizning qo'limizda bo'lmasdan boshqalarning qo'liga tushib, bugun WhatsApp, Facebook to'plarda fitnalarga, urush janjallarga sabab bo'lib qilishiga bo'lishini yuz beryapti aziz qarindoshlar. Buning uchun o'zimizning ishqirorligini nima uchun muhim deb bilmaymiz. O'zimizning ishqirorligini so'ymaymiz, yaxshi ko'rmaymizki, boshqa ishqirorlarningki va yoki yana bu xato tashviqot taqiyotganlarga biz alohida e'tibor berib ketamiz. Buni bilmadim. Uning uchun tashviqotni o'zimizning to'g'ri tashviqotini kontrol qilish uchun Uyg'ur tashviqotchilarga, Uyg'ur medialarga ishoninglar aziz qarindoshlar. Bularni qo'llanglar. Chiqib bu yerda tashviq qilsak, buni qilmasak, qo'ltiq qilsak, qo'ltiq deb bizga ish o'rgatmasanglar bo'ladi. Biz atigini, ya'ni Uyg'ur qarindoshlik studiyasi atigini soat 9 da ishga chiqib, tushdan keyin soat 6 da ishdan tushadigan ishxonasi va vaqti aniq belgilangan bir organ bu. Chiqiblar yuzini yutib chiqiblar ishkani ochadigan yer emas. Hatto mana shunday programma qiladigan kunlar oqshom soat 12 gacha ishlaydigan bir organ. Ya'ni qiliplashgan, ishxonlashgan bir organ. Buning uchun hech nima bilmaydigan insonlar o'zinglarningki xabarini sukut bilan qo'yib tursanglar, biz buni ishkran oqisida aniqlab, ko'rishib, kim nim dedi, hamma bilgandan keyin biz ishkanga chiqib, to'g'rini deb berishga tirishimiz aziz qarindoshlar. Buning uchun men hozir yana boshqa tashkilot boshliqlariga telefon ochaman, ularning fikrlarini anglayman va bu masalada qandaq bir harakatlari bor, nima ish qilmoqchi bu masalalarni deyishimiz. Bu programmamiz bu yerda ayrim oyoqlashadi. 5 minutdan keyin men yana yoki 3 minutdan keyin men yana qayta programmani boshlab, bu programmaning davomini sizlar bilan yuz ko'rishtiramiz aziz qarindoshlar. Uningdan boshqa inkos yozgan qarindoshlar bo'lib qolsa, men ularning inkoslarini o'qiyman inshaalloh. Bu yerda sizlarga so'z qilish jarayonida ma'u inkoslarni o'qiy olmay qoldim. Alloh hammadan rozi bo'lsin. 3 minutdan keyin ko'rishaylik. Assalomu alaykum.